Amerikada ham, O'zbekistonda ham o'lim vodiysidan o'tgan tadbirkorlar bor. Kapitalizmni bitta olib kelgan yomon illatlardan bittasi xalqni boy qiladi, kambag'alni juda ham kambag'al qiladi, o'rta aholini yemirib ketadi. Kesam shunda daraxtda pul osilyapti deb qanchasi keladi, keyin shashti qaytganda qanchada. Kimga Amerika qiziq desam, bizda balkim oylikka ishlaydigan insonlarga Amerikaga kelib ishlash qiziq bo'lsa. 25 ta biznes bilan gaplashgan bo'lsam, kamida yarmidan ko'pi 13 million dollardan ko'p sof qiymati bor-da. Klientlar o'zbeklar, pulli vatani yo'q, biznesi tili yo'q-da. Men 13-yilda Amerikaga suraman kelgan insonlardan bittasiman-da. Aka, oyda 10 mingmi, 15 mingmi orttirayotgan mablag'imiz bor. Transportga ketmaslik uchun bir investitsiya qilib qo'yishim kerak. Bu yerda ko'rayotgandan ko'ra O'zbekistonda nimani tavsiya qilasizlar deganda, High risk, high profit davrida biz. Hard skillsimiz bizni 0 dan 1 ga olib chiqadi. Soft skillsimiz 1 dan 10 ga olib chiqadi. Bu yerda 50 yil yashasak ham, 20 yil yashasak ham, ko'nglimiz baribir O'zbekistonda biz. Ko'p o'zbeklardan gapirsa, xuddi mehmonxonada yashaganda yashab yurma Amerikada deydi-da. 5 kilolik toshni qo'yasizda, har bir yong'oq qo'yganda his qilmaysiz. Lekin oxirgi yong'oq qo'yganingizda 5-kilo pallani bosadi. O'sha paytda bilasiz. O'shanda bilasizki, endi tushundim deysiz. O'shaning uchun Assalomu alaykum. Bugungi podkastimizni Amerikada O'zbekistonning elchixonasida olib boryapmiz. Yonimda men havas qilgan, ko'p yildan beri kuzatib yurgan Hasan Husan Mamasaidov akalarimiz. Xush kelibsizlar. Farhod aka, assalomu alaykum, azizlar, assalomu alaykum. Avvalambor elchixonamizga va elchimiz Furqat Siddiqov akamizga kattadan katta tashakkur aytamiz bu podkastga ruxsat berganlari uchun. Endi biz siz bilan deyarli sohamiz ulashgan joylari bor. Men Amerikada 17 yildan beri moliya maslahatchi bo'lib ishlayman, moliya maslahatchi bo'lib. Sizlar ham O'zbekistonda asosan men M-faktor kuzatganimda, sizlar videolarni kuzatganimda asosan qanaqa qilib biznesni yaxshi boshqarish, qanaqa qilib yaxshi daromad qilish, ayniqsa bu oxirgi yillarda yangi islohotlar bilan juda jadal rivojlanyapti. Endi bizga qiziq bo'lgan birinchi savollarimizdan biri umuman O'zbekistonni biznes olamiga bir baho bersak hozirgi paytda. Farhod aka, assalomu alaykum. Yana bir marta muxlislar, azizlar, vatandoshlar, zamondoshlar, sizlarga e'tibor uchun rahmat. Haqiqatdan ham yaxshi savol. Holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Bizani bugungi holatga bo'lgan munosabatimiz boshqacha. Nimaga nisbatan solishtiryapsiz degan savolni qo'yadigan bo'lsa, kayfiyat yaxshi. Hozir mashinada kelayotganda ham aytdik. Vatandoshlarimizni ichida Amerikaga investitsiya qilganimdan ko'ra, O'zbekistonda недвижимостьga, O'zbekistonda жилой, kommersiya недвижимостьga investitsiya qilganim ro'yisi yaxshiroq ekan. Bugun jozibadorlik boya aytdingiz, pulli vatani yo'q. Pulli vatani yo'q, pul uni qadrlagan manzilni yaxshi ko'radi. Demak, bugun O'zbekistonda kayfiyati ommatan har xil holat bo'lsa-da, lekin tashqi vatandoshlarimiz uchun, tashqi investorlar uchun jozibadorlik haligacha saqlanib kelyapti va ishonchli investitsiya qilish hududlari, muhitlari va tele bir instrumentlari yetarli. Bu esa yaxshi jozibadorlik. Chunki bundan 10 yil oldin yana boyaga qolib qo'rquv bor edi. Alternativ poligon sifatida tadbirkorlarimiz qaysidir mamlakatlarga rezerv zaxira sifatida investitsiyalarni yoki o'zlarining mablag'larini, o'zlarining pullarini tikib turgan bir paytda bugun O'zbekistonga tikib, baraka topib, shu joyda o'zidan orttirib va qo'rqmasdan qancha mablag' topayotganini ko'rsata olgan, hattoki prezident bilan uchrashuvlarda qo'rqmasdan baralla aytayotgan tadbirkorlarimiz ko'pligi bir yorqin indikator. Shunaqa o'xshagan. Rahmat. Farhod aka, avvalambor taklif uchun rahmat. Samimiy suhbat bo'ladi degan niyatlarimiz bizni ko'rayotganlarga mana shu suhbatimiz muvaffaqiyatli bo'lsin. Haqida so'radingiz. Hasan akam yaxshi gap aytdilar. Nima bilan solishtirishga bog'liq. 4 yaxshimi, 5 yaxshimi desa nimaga solishtirishganimiz yaxshi. Agar 5 10 ga nisbatan solishtirsak kam bo'ladi. Yoki masalan 4 3 ga nisbatan solishtirsak yaxshi bo'ladi. Bugun biz endi 28 yildan beri tijoratning ichidamizda. O'zbekistonni hamma mana shu oxirgi 25 yildagi holatida tijoratni baland pastlarini hammasini ko'rganmiz. Kaltaklarni ham yeganmiz, baraka topganmiz, issig'i, sovug'i, pul yo'qotganmiz. Lekin oxirgi yillarda katta gapirishimiz kerak emas, yon atrofimizda mashinalarning probkasidan bilsangiz bo'ladi, aholini, demak daromadi oshayotganini.
uy-joylar qurilishidan, odamlar shunga pul tikayotganidan bilsangiz bo'ladiki, demak, insonlar qo'lida pul paydo bo'lgan. Paydo bo'lmasa, mashina ololmasdi, uy-joy qurilishlari bunaqa baland bo'lmasa, demak, to'lov qobiliyat nisbatan oshganmi? 10 yil oldinga solishtirsangiz, albatta oshgan. Bu pul qayerdan keldi? Chet ellik investorlarning pulimi? Yo'q, aslida birinchi navbatda bir paytlar qo'rqqan, pulini O'zbekistonda ushlashga qo'rqqan tadbirkorlar chetga olib chiqqanlarni o'zi qaytarib olib keldi. Chunki mani nazarimda mablag'i bor inson pulimni Amerikaga tiksam, ya'ni mehnat qilib topayotgan pulimni bir joyga investitsiya qilsam, 1 yil, 2 yil, 5 yilda qancha bo'ladi? O'zbekistonga tiksam qancha bo'ladi? Albatta qiymat oshishi bilan birgalikda xavflari qanaqa degan savolni beradi. Shu kecha kunduzda tadbirkorlarning ichida yurganligimiz uchun, hatto shu yerdagi tadbirkor, tijoratda yoki trak haydayotgan insonlar bilan muloqotda bo'lganimizda ko'ryapmizki, aka mehnat qilib pul topyapmiz. Baribir o'zbek topsa uy qiladi, to'y qiladi. To'y qilib bo'ldik-ku, endi qolgan narsalarni baribir o'zimizni O'zbekistonga tikishimiz bizga qiziq bo'lyapti. O'zimizni kursdoshlarimiz, do'stlarimiz 30 yildan beri Amerikada yurgan do'stlarimiz ham bugungi kunda biz bilamiz $1,000,000 ga yaqin pulini qaytib O'zbekistonga tikdi. Tikkan nedvijimatlari ko'zimizni oldida oxirgi 20-yil bilan 25-yil ichida karra, ya'ni kamida 2 barobar oshganini ko'rib xursand bo'ldim. Men Los Anjelesga, Las Vegasga, San Fransiskoga tikkanimda ham bunaqa oshish yo'q edi. Demak, bu hozir yaxshi muhit ekan degan fikrni suhbatda, choyxonada eshitasiz. Bu yaxshi. Siz endi bu yerda yuribsiz, balkim siz yana qo'shimcha savollar bersangiz, biz balkim shu tomonlama bir chiroyli dialog qilsak ma'qul bo'lsa kerak. Menga qiziq bo'lgan narsa, O'zbekistonning ichida yuribsiz, endi bizneslar pulsini bilasizda endi. Ayniqsa siz hozir oxirgi safar pul haqida qilayotgan ko'rsatuvlaringizni kuzatib boryapman. Haqiqatan ham ya'ni moliyaviy savodxonlik juda ham muhim. Siz u yerdagi o'zbek biznesmenlar bilan, bu yerda ham hozir ancha o'zbek biznesmenlarni ko'ryapmiz. O'zining sohasida yuqori 1, yuqori 5% kirib qoldi. Umuman qiyoslaganingizda u yerdan biz oladigan yoki u biznesmenlar bu yerdan oladigan nimalarni kuzatyapsizlar? Bu o'zi aslida mana kecha siz ham biz ham birgalashib shu tarixiy uchrashuv guvohi bo'ldik. O'zbekistonlik vatandoshlarimiz bilan, el-yurt jamg'armasi stipendiyatlari bilan va tajribali tadbirkorlar bilan muloqot va uchrashuv doirasida yurtboshimiz xalqaro vatandoshlar biznes marafoniga start berdilar. Shu tashrif doirasida. Bizning biznes marafonimiz tajriba maydoni edi. Ta'lim maydoni edi. Ta'lim va tajriba, shijoat va tajriba uchrashadigan bir chorraha edi. Faqat u O'zbekiston doirasida edi. Tajribali ustozlar, ustoz-shogird an'anasi sifatida o'ziga talantlarni ixtiro qilish uchun, o'zini biznesini yangi vatanimiz o'zida, yangi regionlarda, yangi hududlarda ekspansiya qilish uchun o'ziga xos ishonch maydoniga, poligoniga aylangan tadbirlaydi. Endi davlatimiz rahbarini mana bu loyihani albatta bu yerda amalga oshishida sababchi Furqat akam Siddiqov Toshkentga borganlarida Faktor tadbirkorlari bilan, klubi bilan, biznes klubi bilan uchrashuv doirasida Hasan aka sizlarni taklif qilaylik. Chunki tajribali tadbirkorlarimiz bor. Bugun yurtboshimiz tajribani, bilimni va ortgan mablag'larni O'zbekiston va Amerikani eksport va import salohiyatini yangi pog'onaga olib chiqishimizni bizning oldimizga vazifalardan biri sifatida qo'ydilar. Tashqi ishlar vazirligiga, har bitta mamlakatdagi elchilarimizga O'zbekistonga investitsiyani jalb qilish haqida vazifalarni qo'ydilar. Endi biz uni jalb qilganimiz bilan uni amalga oshiradigan tadbirkorlar. Tadbirkor bir-biriga ishonch hosil qilsa, bir-biriga mas'uliyatni olsa, bir-biriga va'da bersa, bir-biridan qo'rqmasdan baraka topganini his qilsa, biz aytishimiz emas, ular o'zini bir-birini his qilishini muhim roli bor dedilar. Demak, bugun o'tirishimiz ramziy bu yerda yana bir minnatdorchiligimizni izhor qilish uchun yaxshi fursat bo'ladi. Endi Amerikada ham, O'zbekistonda ham o'lim vodiysidan o'tgan tadbirkorlar bor. Hamma yaxshi niyat bilan keladi, lekin o'ziga xos qiyinchilik, mashaqqatlar davridan o'tib, pulini orttirgan, bilimini orttirgan, salohiyati, tajribasi, ilmiga ega bo'lgan qancha qora ko'zlarimiz kecha prezidentimiz oldida ham aytdilar. Men $1,000,000 pulni Andijonga tikdim, palon joyga tikdim. Investor sifatida o'zimizni qora ko'zlarni bilimini oshirishga tikdim. Men joy quraman, investitsiya qilaman. Faqat qo'llab-quvvatlashingiz o'zi menga muhim deydi. Va bu muloqotda guvohi bo'ldik. Tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan uchrashuvni his qildik. Siz bordingiz, biz bordik. Endi uni his qilmaganlar televizorga ishonaymiz, siz o'tirgan odam sifatida sizga ishonaymi desa, u dildan chiqqan gaplar tilga yetib boradi. Bizning vazifamiz ham
bir missiyamiz ham o'zimizni dunyodagi qora ko'zlarimizga ishoninglar, shu mamlakatda, shu diyorda, shu zamonda baraka topgan tadbirkorlarni ko'rib his qilgan platforma sifatida biz Xudo xohlasa hali mas'ulmiz. Mas'uliyat bilan bugun O'zbekistonda pul tiksa, oldingichalik qo'rquv yo'qligini his qilgan insonmiz degan ma'nodagi muloqot maydoniga aylandi. Demak, holat yaxshi. Albatta qiyinchilik bormi? Bor. Siz agar qiyinchilik fokusiga qaraydigan bo'lsangiz, uni semirtirasiz. Umid fokusiga, mas'uliyat fokusiga, imkoniyat fokusiga qaratsangiz, uni ham semirtirasiz. Buni mavzu katta Husan aka qo'shimcha bo'lsa. Husan aka, shuni sal boshqacha bersam-da, ko'p O'zbekistondan kelayotgan va O'zbekistondagi tadbirkor yoki vatandoshlarni gaplashsangiz, pulli qilyapti. Lekin orada tafovut juda ham katta bo'lib ketyapti. Boy bo'lib ketyapti. Boyga imkoniyatlar katta aytganingizdek, chunki sizlar baribir bundoq qaraganimda bizneslar ichida yurasizlar-da. Ya'ni yuqori 1 va 5-10% bizneslar ichida yuribsizlar. Qolgan 90% aholida tafovutlashish, ajralish va kapitalizmni bitta olib kelgan yomon illatlardan bittasi xalqni boy qiladi, kambag'alni juda ham kambag'al qiladi, o'rta aholini yemirib ketadi. Shu o'rta va quyi qatlamdagi aholida qiyinchiliklarni kuzatasizlarmi sizlar? Ko'rib Yaxshi savol berdingiz Farhod aka. Albatta qiyinchilik bormi? Bor. Hamma narsa borib moddiy masalaga taqaladida. Endi mana aholimiz 38 million bo'ldi. Yoshlar bu 60% yoshlar. Hammasi maktabni, institut bitirsam-u, bir ishimni topsam, o'zimni birinchi $500, $1000, $2000 topsam, men chet elga ham ketishim shart emas. Ota-onam yonida, farzandimmi, ayolimmi yonida bo'lsam zo'r deydi. Eng asosiy narsa qiyinchilik, menimcha Amerikaga kelganlarning ichida ham bor-da. albatta. Bu yerga Amerikaga kelib, Meksikadan o'tib, bu yoqdan o'tib kelsam, shunda daraxtda pul osilyapti deb qanchasi keladi, keyin shashti qaytganda qanchada. Hamma joyda baribir mashaqqati, balandpasti bo'ladi. Har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh tarozi. Men nazarimda bilim kerak, ustoz kerak, tajriba kerakda, qaysi sohada bo'lsa ham. Ko'pincha kim sizni ko'rgan odam, "O, Farhod akam birdaniga zo'r bo'lib ketibdi" deb o'ylaydi-da. Sizni yutug'ingizni, sizni yurishingiz, mashinangiz, uyingiz, joyingizga balkim minglab insonlar havas qiladi. Lekin ortida o'qigan yillaringiz, talabalik davrlaringiz, mashaqqatingiz, uchma-uch yurgan davringizni qancha balandpast o'tgan o'zingiz bilasiz, Alloh biladi. Xuddi shunaqa bormi? Albatta O'zbekistonda to'lov qobiliyati bu Amerikada baland emas. Ya'ni xohlasa ham hammada mana deb 2 oy, 3 oy ishlab qani mashina oladigan davr emas-da. Endi nima qilishingiz kerak, tushunishingiz kerak. Faqat O'zbekiston, O'rta Osiyoni solishtiring, yoki boshqa davlatlarni solishtiring. Ya'ni hali rivojlangan davlatlar qatoriga kirishimizga menimcha ancha qo'mshiq bo'lsa kerak, lekin baribir shu evolyutsiyadan o'tiladi. Endi qiyinchilik bor odam nima qilsin desa, men ham o'ylaymanki, siz bir boy oiladan chiqib zo'r bo'lib ketganingiz yo'qda, balkim o'zimizning atrofimizda ham oddiy o'qituvchilarning farzandi, Oddiy shu Korzinka ham matematiklarning farzandi. masalan matematiklar yoki o'zimiz kursdoshlarning ichida oddiy o'qituvchilarning farzandi kimdir hozir katta vazir, kimdir katta bank egalari, kimdir nima, lekin mehnat mashaqqat 20 yildan keyin ko'rib, "O, siz mana bunaqasiz" deb o'ylaydi. Eng asosiy narsa kutuv degan bo'lardi. Ya'ni birdaniga kimgadir qarab men zo'r bo'laman desa adashadi. Lekin men maktab olaman, men sizga o'xshagan podkastlarni ko'raman, kuzataman, fikr olaman va o'shani yo'lini olaman desa, albatta qidirganga Alloh o'zi yo'lini ochaveradi degan fikrdaman. Muammo kimda bordi? Kim menimcha, mana o'zimni kuzatuvlarim, men o'zim bir 7-chi kelishimda AQShga. Kimga Amerika qiziq desam, bizda balkim oylikka ishlaydigan insonlarga Amerikaga kelib ishlash qiziq bo'lsa. Chunki oylikka mashaqqat bilan ishlab $500 topsa, bu $500 ro'zg'origa yetmaydi. Lekin men ko'ryapman, o'sha uyini, joyini boshqasi sotib kelib, Meksikadan o'tib kelib, o'sha qarzini ham to'lab, amallab trakka chiqib qolsam, amallab nima qolsam, qarzimni ham uzdim, nolga ham keldim, baraka ham topdim deydigan, orttirib kerak bo'lsa o'sha uyimni ham tiklab oldim deydigan insonlar ham. Lekin eplolmay qaytib ketganlarni ham ko'pini ko'ryapmiz-da. Ya'ni bu yerda harakat qilyapti, davlat qilib bersin degan joyi yo'q. Shunaqa. Bu yerda yaxshiligi biznes muhiti zo'rroq. Bu yerda pul qilish nisbatan bozor katta, to'lov qobiliyati katta.
Ya'ni harakat qilsa, yo'lini topsa, shu yo'ldan bosib o'tgan kimnidir etagini ushlasa, yarim yilmi, 1 yilmi nimadir bo'lsa ham nolga chiqish nisbatan osonroq. Bizda balkim shu to'lov qobiliyatdan kamroqdir, lekin 10 yil oldinga solishtirsa, hozir to'lov boya qobiliyati. aytganingizdek nimaga solishtirishdi eskiga qaraganda ancha O'zbekiston yaxshi. 10 yil oldin bilan solishtirsak, hozir imkoniyat yaxshi. Shunaqa. Balkim 10 yildan keyin bundan ham yaxshiroq bo'lar. Man bitta narsani kuzatdim. O'zi boya gaplashayotganimiz aytdim. Mani mijozlarim ichida deyarli o'zbeklar juda kamda endi. Oxirgi 1-2 oy ichida bir 20-25 ta sanab chiqdim. Bir 25 ta biznes onerlar bilan gaplashdim, ya'ni ish egalari bilan. Keyin qaradim, Amerikani moliya tizimida biz endi kategoriyaga bo'lamiz-da, ultra boylar deymiz uni. Yuqori 1% sof qiymati bir insonni 13 million atrofida-da, 13 million dollar boyligi bo'lsa, demak yuqori 1% kirar ekan. 25 ta biznes bilan gaplashgan bo'lsam, kamida yarimidan ko'pi 13 million dollardan ko'p sof qiymati bor-da. Klientlar o'zbeklar. Keyin orqaga qaradim. Necha yil oldin keyin, 6 yil oldin keyin, 5 yil oldin. Shundan keyin bildim, bizda baribir ishtaha balandda biznes qilishga. Ya'ni bu genetika deysizmi? Ya'ni biz Markaziy Osiyoda biz endi savdoni markazida biz bu yerga kelib yo'l yo'rin topib juda yaxshi ko'tarilgan bizneslar bor ekanda. Men o'zi xato qilgan ishim o'zbeklardan uzoqroq turib qolgan ekanman necha yildan beri. Bunaqa hali bular bu bozor biz uchun tayyor emas edi, moliyaviy uchun. Shu masalada agar haqiqatan ham genetikamiz zo'r bo'lsa, O'zbekistonda qanchalik hozir Meksika orqali kirib kelyapti deganingizga savolim, qanchalik o'sha moliyaviy savodxonlik muhim degan masalaga to'xtalsak-da, chunki ko'p masala aylanib o'rgilib, Husan akam qilgan ishlariga kelyapti-da. Zo'r savolni ko'tardingiz. Moliyaviy savodxonlik menimcha hammaga muhim. Sizga ham, bizga ham, bizni ko'rayotgan yurtdoshlarimizga, hatto Amerikaga kelib pul topayotganlarga ham muhimda. Maktabda o'rgatilgan tangiz katangizdan muhimroq. Masalan, bu nimaga aytyapman? Xudo bir rizq keng qilib qo'yadi, baraka berib qo'yadi. Zo'r, har doim shunaqa bo'ladi deb o'ylaydi-da. Mana hozir siz bilan efirgacha gaplashdik, o'sha trakchilarimiz. Kelganda trakchilar bir mana shu 20-yillarda karantin davrlarida Xudo bir barakani berib qo'ydi. Men bilaman sizga o'xshagan yaqin mana do'stlarimiz bilan muloqotda bo'laman. Shuniki 500 talab, 1000 talab traktimiz bor edi. Hammalik O'zbekistonga kimga qarasa trak biznes yetib biznes sotib bo'lsa ham minus yarim million, 1 million dollarlar kirib ketdik. Bor traklarimiz ketdi deydi. O'tgan kelganimda Chikagoda bir do'stimiz bilan muloqot qildim. Mana shu efirga chiqmagan. Balkim siz bilan ketma-ket shu efir qo'ysak bo'ladi Farruh aka bilan. Ya'ni shunaqa Xudo barakani beradi, keyin bozor qochdi-yu. Masalan, traklarda mayli $10 olardik deydi. Hozir mayli $200 bo'lsa ham xursand bo'laveramiz. Ya'ni bozorda o'sha matematikasi, daromadlar, xarajatlar oqimini boshqaruv bilmaslik nafaqat ommada, tadbirkorlarimizda ham yaxshi emas. Shunaqa. O'shani bilmaganligi uchun har doim zo'r bo'ladi deb o'ylab, noto'g'ri doimiy xarajatlarni ko'paytiradi. Keyin bosh qotadi, o'sha o'lim vodiydan o'tolmay, bozor o'zi shundoq bir elab oladi. Kesib tashlaydi. Qoladigani bir 10% tirik qolsa qoldi, 90% bilsangiz, menimcha bu yerda trakchilarda ham Shunaqa. katta muammoga duch. Deyarli hamma biznesda shunaqa. Bizda gap bor, qaysi biznes muvaffaqiyatli bo'ldi desangiz, raqamini yaxshi bilgan biznes muvaffaqiyatli bo'ldi. Raqamidan xabari yo'q bizneslar bor-da. Buxgalter qaryapti deydi, bilmayman qancha pul bor deydi. O'shalar borib sal qiynalganda bizneslar pastga qarab ketib qolyapti-da. Zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Shunaqa. Hisobini bilmasang tijorating bo'ladi. Shunaqa. Endi boya ham gaplashib turdik, endi pulli vatani yo'q, biznesni tili yo'q-da. Biznes tili bir. Ingliz tilida gapirsam, o'zbek tilida gapirsam, biznes foyda. Endi hozir sizlar bari O'zbekistonda biz network deb qaraydigan bo'lsak, networkni deyarli markazdasizlar endi bizneslar bo'yicha. Qanaqa qilib bu yog'iga, masalan, biznes marafonni olib kelsangiz xursand bo'ldim. Mana oldin faqat hukumat a'zolari kelardi-da. Men bu yerda biznes forum bo'lganda DC-da, men Amerika ovoziga, Navbahorga, Imomovaga bergan intervyumda xohlardimki, O'zbekistonda bizneslar kelsa, bizneslar bilan bizneslar gaplashsa. Chunki hukumat kelib turib, bizga kelib turib biznes bunaqa qilish kerak, bunaqa investitsiya qilish kerak desa, biznes eshitmaydi uni. Chunki tili bir emas-da. Endi O'zbekistonda shuncha kadr ichida turib, shuncha inson kapitali ichida turib, bu yerda ham ko'ryapmiz, bizneslar yaxshi ketyapti o'zbeklarcha. Nafaqat o'zbek, boshqa millatlar, amerikaliklar. Biznes marafon birinchi qadam bo'ldi. Bu yog'iga qanaqa qilsa yaqinroq ishlashi mumkin? O'zbekistondagi bizneslar bilan Amerikadagi bizneslar yaqinroq ishlab, yaxshi daromadga yaxshi fursat mana bejiz emas. Elchixonada turibmiz. Boshimiz tashabbuslari, elchixonani tashabbusi, Tashqi ishlar vazirligini qo'llab-quvvatlashi,
Yoshlar ishlari agentligi, Yoshlar kelajagi jamg'arma qarang, oddiy g'oyalar, loyihalar qo'llab-quvvatlashini topganda u aziz bo'lib, qadrli bo'ldi va biz marafonni asoschilari sifatida oldinglarda turibmiz. Tadbirkorlar platformasi, onlayn va offlayn platformasi mualliflari sifatida sizlarga murojaat qilamiz. Yurtboshimiz aytdilar, har bir shtatdan shunaqa tashabbuskor tadbirkorlar ro'yxatini beringlar. Biz muloqotga tayyormiz. Brend bu ishonch. Ishonch esa bu brend. Bir-birimizga ishonch bildiradigan va ishonchni oqlash uchun ko'prik vazifasini bajaradigan davr keldi. Agar kimgadir manfaat qiziq bo'lsa, albatta qadriyatlar ustuvor. Manfaat faqat qadriyatsiz qurilsa uzoqqa bormaydi. Shu mamlakatga, millatga, qadriyatimizga, diyonatimizga, hammasiga munosib bo'ladigan manfaatlar atrofida birlasha olsak, bugun mana hozir siz bilan podkastda turibmiz. Bir soatdan keyin buni o'sha tadbirga kelgan do'stlarimiz misolida shu murojaatda aytamiz. Biz tayyormiz. Bu yerda mana bizga xos Savdo-sanoat palatasini o'zini roli bor, Yoshlar ishlari agentligini o'zini roli bor, lekin bizani rolimiz sifatida aka O'zbekistonda manfaatim bor, mablag'im bor yoki bir kim bilan bir choy ichsak bo'ladi desanglar, networking markazi sifatida Centris Towers'da M-Factor hozir bir integratsiya qilib, manfaatlar chorrahasi dedik, muvaffaqiyat markazi dedik. Har bir inson o'zini manfaatini, o'ziga talantlarni qidiradi, o'ziga networking qidiradi, o'ziga yangi imkoniyatlar qidiradi, o'ziga yangi balkim hamkorlarni qidiradi. Agar shu yaxshi xayrli ishlarga sababchi bo'lsak, do'stlaringlarga ulashinglar. Мы с тобой одной кровью ты и я deydi tadbirkorlar. Baribir manfaat yo qadriyat yo qiymat va mas'uliyatli bir qatlammiz. Bir-birimizga yaxshilikka sababchi bo'lsak, samimiy xursand bo'lamiz. Behikmatman, chunki biz 8 yildan oshdi M-Factorda bu kabi platformalarda networking hududini tashkil qildik. Ko'pchilik bir-biri bilan hamkorlar, do'stlar, partnyorlar, xodimlar talantlari kashf qildi, biznes o'sdi va bugun buni yana bir integratsiya qilish uchun yaxshi fursatdamiz. Zo'r. Qarang, man hozir bo'layotgan O'zbekistonda imkoniyatlar keng bo'lyapti, har xil sohalarga investitsiya qilsa bo'ladi deganda, o'zi umuman moliya sohasida ham bitta mijozingiz oldida o'tirganda portfolyosini analiz qilasizda. Analiz qilganda konsentratsiya yaxshi narsa emasda. Bizda ham geografik diversifikatsiya degan narsa borda. Risklarni kamaytirish. Umuman bitta klient agar risk ola olaman desa, bizni hozirgi modelimiz ko'proq BlackRock, Fidelity shu narsani ishlatadi. 70% Amerikada olganda 30%ni emerging market deydi, boshqa tashqidir. Xuddi shunaqa O'zbekiston ichida ham bizneslar ham O'zbekiston ichida qanchalik marja katta bo'lishidan qat'iy nazar Amerika tomonga diversifikatsiya qiladigan bo'lsa, bu yerda biz bormiz. Qanaqa yordam kerak bo'lsa, Amerika bozoriga qanaqa kiriladi, qayerda biznes ochiladi, uni solig'ini qanaqa qilamiz, qayerga investitsiya qilsak returnimiz yaxshi bo'ladi. Ko'proq Amerikaga Yevropadan, yaqin sharqdan investitsiya qiladiganlar safety zone deb qaraydi. Ya'ni biz xavfsizroq zona deb qaraydi-da. Buni 5% qilsam ham tinchroq deydi. O'zbekiston yoki umuman Xitoy rivojlangan va rivojlanib borayotgan Amerikadan tashqari bozorga kirganda men marjam kattaroq bo'lsin. Ya'ni masalan hozir sizlar bilan gaplashganda sizlar menga 10% haqida gapirmaysizlar. 15, 20, 30 ba'zan 2 barobar qiladigan modellar ham borda. Shunga ham odam o'zini portfolyosini rivojlantirayotganda meni sof daromadim bugun shu yerdaman, shu yerga kelaman deganda qanaqa diversifikatsiya qilish kerak? Risk va risk kam joylarga qaraganda 70 ga 30, 40 ga 60 qilib turib bo'lsa bo'ladi-da. Yaxshi savolni ko'tardingiz. Farhod aka, men 13-yilda Amerikaga suraman kelgan insonlardan bittasman-da. Biznesimizda risk ko'rganman. O'ziga yarasha sizda bo'lsa, Moskvada bo'lganda, tahdidlar bo'lgan davrlarda bizni tijoratimizga bir chetiga ham ta'siri bo'lganda, kayfiyatim buzilib, oilaviy elchixonaga kirib viza olganman, kelganman. Mana shu Los-Anjelesdan to San Fransiskogacha yurib, qani bola chaqamni qatga ko'chib olib kelaman. Bu yog'i Virjiniyadan to Nyu-Yorkgacha yurib, ko'ringlar, qani qatga kelamiz. Bolalarim kichkina edi. Ayolimga aytsam, adasi O'zbekistonimiz yaxshi, ota-onam shu yerda. Bu chiroyli, turistik qancha olib kelsangiz kelamiz, lekin baribir oila, ota-onamiz, endi yoshlari katta degan ma'noda rizq-nasiba qo'shilmagan ekan. Yana o'tga qaytib ketganmiz. Yana bir kelib tijoratni o'rganganman. Kam qolsa ham pulim o'lmasin degan niyatda yesam, ishlasam, mayli, pulim ko'paymasa ham ushlab tursam bo'ldi. Yurishim, turishim, ro'zg'orimga yetsa, mayli yiliga 5-10% qanchadir oshsa ham roziman deydigan ma'noda qaragan insonman.
Endi mana hozir holat Xudoga shukur, ya'ni har xil davrlarni ko'rgan inson, tadbirkor sifatida aytamanki, hozir bu yerdagi mana tadbirkorligidan yoki oddiy mehnatidan pul topayotgan insonlar O'zbekistonga pul tikayotganiga guvohmiz. Kechayam Orlandoda bo'ldik, Floridada, ya'ni bu yoq Mayamilarda bo'ldik. Yoninglarda yuraylik deb biz bilan birga yurib, aka oyda 10 mingmi, 15 mingmi orttirayotgan mablag'imiz bor. O'zbekistonga tiksak, ya'ni bu yerda oshirgandan, ya'ni bu yerda o'zimizni tijoratdan, ya'ni orttirayotgan imkon Xudo barakani berdi. Shu ketib qolmasan, ishting bo'lmasan, to'yga, boshqa narsaga, rasvodga ketmaslik uchun bir investitsiya qilib qo'yishim kerak. Bu yerda ko'rayotgandan ko'ra O'zbekistonda nimani tavsiya qilasizlar deganda, bir ikkita do'stlarim bilan bir ikkita bizneslarga tikdim, cho'ti ko'nglim to'lmadi. Men xohlagan savdoni bera olmayapti, ular zo'r bo'ladi degan insonlar uyaltirib qo'yyapti. 40 ming, 50 ming qanchadir pul tikuvdim. Yana men haligi sodержаниясiga, ya'ni uni ushlab turishga ham pul jo'natishim kerak bo'lyapti. Maslahatingiz olaydi. Bundan ko'ra tinchgina dedim, bir tayinli quruvchini topib, tinchgina podkatlaman rejimida tiksangiz, bosh og'risiz. 2 yilda 1,5x mayli, 2x emas, 2 yilda 1,5x bo'ladigan podkatlaman yechimlab borsam, siz nima qilardingiz deganda, mamnun qildik. O'zimiz qilgan ishlarni aytsak, aka ishonmaysiz, mana 2 kunda 500 ming dollarlik biz ham bo'lmasam shu yerga tavsiya qilsangiz baraka qilaylik deb, shu yerdagi topayotgan o'zbeklarimiz o'sha yerda qarayapti-da. Ya'ni сделкаlar, Medicindan bir akamiz bugun farzandlarini jo'natdilar. Sizlar o'zingiz ishonasizmi? O'zingiz mana shu yerga tikkan bo'lsangiz qo'shni bo'laylik deydigan ma'noda tikdilar. Yana bir kecha do'stimiz Orlandoda yurganlar, ular ham turib olib, yana bir ikkita недвижимостьlarga, ko'chmas mulklarga, mayli biznesga emas, bu yerda pul topib ketgan paytda tikkan ko'chmas mulk borganlarimda 100 ming dollarmi, 200 ming dollarmi, qanchadir qiymat bo'lsa, bir keyin barib qaytaman men. Keyin uni balkim yaxshilab sotib bitta tijorat boshlashimga qo'limda yaxshilab bir kapital bo'ladi deydigan niyatda qaror qilayotganlarni ko'rib men xursand bo'lyapman. Bu yerda vatandoshlar chiqsa, demak siz maslahat bera olasizda. O'zbekiston bo'yicha qadrli bo'lsa, aqlimiz yetsa, tajribamiz yetsa, yaxshilikka sababchi bo'lsak xursand bo'lamiz. Siz boya gapingizda ikkinchi tomoni bor. High risk, high profit davrida biz. Nisbatan risk kattami, demak profit ham katta. Shunaqa. Foyda katta. Bu fursat. Chunki Fursat foyda har doim kerak. nolga qarab intiladi. Bir paytlar 2x qolmasa ishlamaganmiz. Shunaqa. Bosh qotirma deganmiz. Hozir borgan sari unaqa foydalar kamayapti, lekin fursat bor. Disiplina nuqtai nazaridan birdaniga qo'limda 100 ming dollar yoki 1 million dollar yoki 100 ming dollarlik, 1 million dollarlik сделкаlarga kirib, qo'lda uchidan 5 ming, 10 ming, 20 mingdan yopib, 20 oy ichida, 30 oy ichida baqarsa bir aktivlik bo'lib qoldim, qo'limga yaxshi pul bo'lib qoldi. Uni ham semirtirib sotdim yoki arendaga berdim yoki kelajakda o'zimga qanaqadir manfaatlar chorrahasi yoki muvaffaqiyat markazi sifatida biznesimga vakolatxona sifatida ko'rdim degan do'stlar bilan gaplashdik. Demak, bu masalani yaxshi tomoni. Ikkinchi masala boyagi muvaffaqiyat tajriba xatolarining natijasi. Birovi dalasi birovga yashil ko'rinadi. Shunaqa. Tushuntira oldimmi? Biza kelib, "Mana bu yerda bu odam zo'r bo'libdi" deymiz, lekin bu muvaffaqiyatga erishguncha qancha tajribaga ega bo'ldi. Bu tajribaning orqasida qancha xato bor. Toshkentda ham shunaqa. O'shaning uchun eng muhim narsa networking. Biznesda matematikadan farqi bor. Matematikada 1 + 1 2 bo'lsa, biznesda 11 bo'ladi. Bu networking tufayli. Hard skillsimiz bizni 0 dan 1 ga olib chiqadi. Soft skillsimiz 1 dan 10 ga olib chiqadi. Soft skills bu networking. O'shaning uchun bugun networking davridan to'g'ri foydalanish. Va brend bu ishonch. Bugun siz networkingda boya aytdingiz-ku. YouTube'danmi, reklamadanmi, podkastdanmi, kommersializatsiya qayerda? Kommersializatsiyangiz bilgan holda, bilmagan holda mana shu o'tirishimiz o'zi kommersializatsiya. Chunki meni sizni kuzatib yurganim, sizni meni kuzatib yurganingiz natijasi. Elchi janoblarimiz bizani kuzatib yurganlarining natijasi. Sizga, bizga bo'lgan ishonch, jamiyatga, millatga, zamondoshlarimizga xizmat qilyapmiz, qiymat beryapmiz. Rahmat. Ko'zi kunda emas, kunida u asqotaveradi. Biz xafa bo'lib yuribmiz davron bilan, hech kim bizni ko'rmayapti deb. Men ko'raman. Bizda sizni faoliyatingizni. Uni kapitalizatsiya effekti bor va amortizatsiya effekti bor. Bir paytlar ekkaningiz, bugun mana Hasan aka assalomu alaykum desangiz, va alaykum assalom deyishimiz. Lekin biz bu yerda kelganda sizga o'xshagan qancha qadrdon aka-ukalarimiz, aka bir piyola choyimiz bor deyishi ham, sizlardan biliminglardan bahramand bo'ldik. Biz baraka topdik, yaxshilikka sababchi bo'ldinglar.
Shunga bir piyola choyimiz bor degani o'sha kapitalizatsiyasi Mevasi. va uni amortizatsiyasi. U bir paytlar qilgan ishimiz uchun bu Albatta. hosilni teryapmiz. O'sha kuni biznes parafonda bitta gapirgan gapingiz menda xotiramda qolib ketdi. Anaqa kontaktlar olib keladi deysiz-ku. Juda muhimda. Tanimasdan qanaqa biznes qilish mumkin? Shuni mani ona qilganim ikkita foydasi bor. Hozir gapirayotgan gapingiz haqiqatdan ham O'zbekistonda foydali joylarga investitsiya qilganda ham odam foyda ko'ryapti, ham O'zbekistonga kapital kiryapti. Endi o'zi bizani vatanimizda endi biz bu yerda 50 yil yashasak ham, 20 yil yashasak ham ko'nglimiz baribir O'zbekistonda biz. Ko'p o'zbeklardan gapirsa, xuddi mehmonxonada yashaganda yashab yurman Amerikada deydi-da. Ha, baribir qaytaman deydi. Qo'ynimda bir yoriq, qo'ynimda Xuddi shunaqa. Hammani ko'ngli bari O'zbekistonda. Qancha O'zbekistonga kapital kirsa, shuncha iqtisod rivojlanadi. Qancha iqtisod rivojlansa, atrofimiz, qarindoshimiz, aka-ukalarimiz yaxshiroq keladi. Vyetnamga, Filippinga yoki Hindistonga boramiz. Shunaqa. Bilimiz, tajribamiz va pulimiz. Shuning uchun mamlakat bugun vatandoshlarni qadrlaydigan davrga guvohi bo'ldi. Albatta. Vatandoshlarimiz yana bir marta aytamiz, samimiy niyati buzilmaslar haqida, vatanga befarq bo'lmaganlar haqida haqiqatdan ham bugun biza hali kuluarlarda deydi. Kuluar degani hali koridorlarda bo'lgan holatda guvoh bo'lib turgan sifatida ko'plab shu mas'ul bo'lgan o'zimiz huquqqa qora ko'zlarimiz ham uzoqdagi o'zini auditoriyasiga ega bo'lgan, o'zini nufuziga ega bo'lgan vatandoshlarimiz bilan muloqotni tiklashimiz kerak. Iliq munosabatlarni davrini guvohi bo'lish kerak. Albatta. Va uni prezidentimiz ta'bir bilan aytganda bitta ikkita qish o'tgandan keyin ko'rib, his qilib guvohi bo'ladi deyishdi. Uni mana orqaga qarasak 2017-yildan beri qancha vaqt ichida o'sha ko'ryapmiz, qo'rqmay samimiy muloqot qilyapmiz. Bizga eshiklar ochiq. Oldin elchixonaga kelsam, boshqa qilsam kim bu nimaga keldi degan narsa bo'lardi. Umuman boshqa davr. O'shaning uchun o'ylaymanki, haqiqatdan ham kontraktlarga yetaklar bugun xalqaro biznes marafon qoni fazli barakasi bilan boshimiz mana bu loyihani qo'llab-quvvatlashlari bilan xalq elchixonalarimiz, tashqi ishlar vazirligi, mana yoshlar ishlari agentligi bo'lsin, jamg'armasi bo'lsin, savdo sanoat palatasi bo'lsin, bugun munosabat boshqacha. Biz tayyor biza. Networking chorrahasini vatandoshlarimizga, yurtdoshlarimizga bir qanaqadir ochishga. Networkingga kelinglar. Kimnidir O'zbekistonda manfaati bo'lsa, albatta Hasan aka, Farhod akam bilan bo'lgan suhbatda ko'rdik, guvohi bo'ldik. O'zbekistonda bizning intereslarimiz bor. Bir muloqot qilsak, choy ichsak desanglar, biz tayyormiz. O'zimizning klublarimiz bor. O'zimizning bir ali maydonlarimiz bor, biznes maydonlarimiz. Davlat siyosati bunga ijobiy munosabatda. Albatta. Biz oldin Aziza Umarova, Hikmat Abdurahmonov ayollar 2015-yillarda TCKda ayollar yiqqanda pastki show bilan yopilgan paytini. Shunaqa. Coworkingda biza Zafar Qoshimov, Hasan Husan Mamasaidov yana 5-10 ta taniqli tadbirkorlar Zafar akam oldiga borib, yo hokimiyatga, yo palataga, yo bir partiyaga qanaqadir nima qilib qo'yilib, xat yozib qo'yilib, niyatimiz biz emas deb shunaqa qo'rquvlarni yashab o'tganmiz. Nima qilyapti bu tadbirkorlar bu kafeda yig'ilib degan ma'no bo'lmaslik uchun. Hozir bemalol. Naborda aziz bo'lib turibdi. Shunaqa bemalol Amerikaga olib kelyapsizlar biznes parafonlarni. Kecha xor bo'lgan holat bugun aziz bo'ldi. Shuning uchun azizlar, biz aziz bo'lgan davrga guvoh bo'ldik. Alloh nasib qilganmiz. Chiroyli gapirmaysiz. Husan aka, men hokimiyat vakili emasman. Bir davlatda vakil emas. Biz sizga o'xshagan tadbirkormiz. Mustaqil platformamiz. Albatta. O'sha uchun mustaqil platformada baraka topgan qatlam vakili sifatida tayyormiz. Nasib qilsak, bunimizga yaxshilikka sababchi bo'lamiz. Men 4-5 yildan beri kuzatib yurgan sizlarni auditoriya sifatida bundan ham muhimroq narsa yo'q O'zbekistonda. Hani moliyaviy savodxonlikni oshirish, insonlarga siz men YouTube'ga kirib qarab o'tiribman, siz kimdan pul olmasdan 1 soat gapirdingiz endi. 1 soat gapirdingiz, qanaqa qilib qarzdan qutulish haqida gapirdilar. Qarz eng katta masalalardan bittasi bo'ldi. Endi menimcha bu narsani qanchalik Amerikada moliyaviy maslahatchi bilan gaplashish uchun bizga oldindan pul to'lash kerak-da. Oldindan invoice yuboramiz, pulni to'laydi, keladi, keyin hisob kitoblarni ochib, keyin qilamiz. Siz bu narsani siz bepulga qiymatini bepulga qilib boryapsiz. Soati necha pul mana? Qara, advisorlar yiliga o'rtacha 10 mingdan olsa, siz bilan 3 marta 4 marta ko'rishadi-da. 4 marta ko'rishadi maksimum. 5-6 soat. Yo 5-6 soat, 1 soat 2 soat. Shunda zoomdan kiradi, seni shu yerda ekansan,
portfolio mana buyoqqa joylashgan ekan, sani portfoliyoni bu yerga olib kelish mana bunaqa qilishimiz kerak dedi. Sizga hammasini yozib, chizib, 100 oraliq dokument qilib beradi oldingizda. Xarita tizib beradida. Biz ishimiz xarita tizib berish. A nuqtadan B nuqtaga qanday olib kelasan degan savol. Menimcha juda katta savob ish qilyapsizlar. Xudo xolasa bu narsa natijasini beradi. U natijasini beryapti. His qildik biz. Alloh aziz qilsa sani oldinga podsholar kelur deb Pozil qora akam duo qiladi. Alloh sizni aziz tushundirdilar. Alloh aziz qilgan ekan, davlat rahbari mana kelib, tadbirkorlar sifatida e'tirof qilib, qadrlab sizlarga o'xshagan odamlar havas qilib, qaysi mamlakatga bormaylu, Orol y Reshga bizga havas qiladi. Mas'uliyatda borganman, setildi. Bir xil shtatlarga borib $20 ham xarajat qilmaganman. Asli qilgan emasman bu. Albatta. Amerikaga $5000 kesh bilan kelib 3000 bilan qaytganman 33 kunda. Ana. Bu Alloh o'rgating aka. 33 kun turib $5000 bilan kelib 3000 bilan qaytish uchun Yana ikkita qizim bilan kelganim. Ha, yana 70 kunga qoldirib ketganman. Bu o'sha diyorda, o'sha makonda, o'sha zamonda sizga berilgan imkoniyatda. Bitta ishlatib yurganlar shuncha. Ha, u Kanada chegarasigacha bordik. Bitta qoluvda Orlando, Floridaga borgandik. Mana kecha buni ham endi amalga oshirdik. Hasan aka, buni ikkinchi tomoni o'zbeklar mehmon do'sti. Buni boshqa millatlarda ko'rmaysiz. Kimdir keladi, aylantiradi, uyga olib kiradi, ovqatlantiradi. U kamdan kam odam uyga anaqa olib keladi-da. Bu narsa birinchidan istarasiz, hamma hurmat qiladigan mehnatingizni, o'zingizni hurmat qiladigan insonsiz. Ikkinchidan dividend tushadi. Ikkinchidan o'zbeklarimiz haqiqatan ham biz ham qaysi shtatga borsak, xuddi mehmonxonada nima qilasan, yur uyimizga, choy qilamiz, choy qilamiz. Aka, biz yo'la choy boramiz deb. Delegatsiya bilan degatdim, keyin kelganda o'zim bilan alohida nima qilamiz dedik. Shunaqa o'shancha aka, xudo xolasa juda yaxshi dorilarmon paytlarni ko'rdik. Kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Adamimiz ham mana o'tib ketdilar. 2018-yilda birinchi nimalarni ko'rib, yoki bu viloyatlarga borganimizda hokimlar o'zlari kutib olib, e'tibor qilib boshqa qilganda, ey Alloh, shunchalik mehribon bo'lasanmi? Qaysi viloyatga bormasak, har bir viloyat rahbarining o'zi e'tibor qilib, kutib olib, oqibat qilib, hurmat, e'zoz ko'rsatishi, bu ham bir e'zoz topgan davrni guvohi bo'lib turibmiz. Yaxshi fursat. O'ylagan o'yiga yetguncha tavakkallik yetadi. O'shaning uchun bu sizlarning misolinglarda butun dunyodagi o'zbeklarimiz misolda bilinmi. Chunki nima giving back nima dedingiz-ku, davrlari bo'ladi. Olamiz va qaytarib beramiz. Learn and give back. Shunaqa. Albatta. Berib zavq oladigan, huzur oladigan. Hozir jamiyatga qaytarib beradigan vaqt keldi deyapsiz-da. Chunki pulni qabrimizga olib keta olmaymiz. Obro'ni qabrimizga olib keta olmaymiz. Shu yerda ishlab turib, odamlarga qancha yordam bersa shuncha yaxshi-da. Shunaqa. Rahmat sizlarga, yana bir xush kelibsizlar AQShga. Xudo xolasa bundan keyin hamkorlik kuchayadi degan umiddamiz. Amerikada biznesda bo'lsin, O'zbekistonda biznesda bo'lsin, menimcha shu platformani davom ettirib, mana shu komment qismida yozsa, odamlarga nima qiziq, O'zbekistonda institut bo'lsin, Amerikada institut bo'lsin, bu yerda bo'lsa, bu yerda advokatlarimiz ham bor, buxgalterlarimiz ham bor, moliya maslahatchilarimiz bor. Bu yerda ham yordam beramiz. O'zbekistonda bo'lsa, mana Husan akamlar, Hasan akamlar bemalol. Albatta. Do'stlar, mana ham biz nasibada Farhod akam bilan o'zi 3 oy oldin onlayn gaplashuvdik. Aka, siz bilan onlayn bir intervyular qilaylik, suhbatlar qilaylik, yo'nalishimiz bir ekan, niyatimiz bir ekan, maqsadimiz bir ekan, moliyaviy mavzular odamlarga dolzarb deb aytganingiz esimda. Bugun ekan nasiba. Biz xursand bo'lamiz, chunki eng asosiy narsa, men sizni birinchi marta mana jonli ko'rishim, lekin Hasan akam o'sha kelganlarda siz haqingizda yaxshi ta'riflab berganlar, siz onlayn ko'p kuzatganmiz. Ya'ni inson xuddi bir san'atkorni yaxshi ko'rsangiz kuzataverasiz. U sizni tanimaydi, lekin siz uni bir ashulasini shu darajada ko'p eshitgansizki, uni bir yaqin insoningizdek ko'rasiz. Qalbingizga yaqin bo'lasiz. Kesib quchoqlab bag'ringizga bosgingiz keladi. Menimcha mana shu suhbatlaringiz, Farhod aka, shunga o'xshagan podkastlar insonni ko'nglini yaqin qiladi. Insonni bir-biriga o'sha muxlis qilishi, yaqin bo'lishi, o'zini akasidek, do'stidek yoki ustozidek ko'radigan bir yaxshi format. O'shaning uchun biz tayyormiz. Bizning niyatimiz shu. Ilmni, tajribani ozmi, ko'pmi peshana urilib vaqt bilan yig'dik biz ham. Siz mana Amerika bozorida yig'dingiz. Agar shu yerda O'zbekistondan Amerikaga kelaman deydigan do'stlarimiz bo'lsa, oldin kimga murojaat qilsa ekan degan savol menda tumanidek kim bo'ldi. Ikkita kursoshim bor edi. Bittasi San Fransiskoda, bittasi Chikagoda. O'shalarni yo'qlab kelganman-da.
bugun agar shunga o'xshagan bu ko'prik vazifasini bajaryapti. Mana baraka topsinlar, elchimiz Furqat aka Siddiqov o'zlari o'tgan yil kelganida mana shu kabinetda kutib oldilar. Biza UBL degan programmada 13 ta o'zbeklar kelganimizni kutib olib, "Husan aka kelinglar, faqat san'atkorlar yoki faqat falonchi madaniyat vakillari yoki davlat tadbirlari emas, mana shunga o'xshagan biznes nimalarni bir yo'lga qo'yaylik, sizlarga ishonch bor, birga yo'lga qo'yaylik" dedilar. Mana 1 yil o'tibdi, bugun shu nasib qilibdi. Hozir bugun siz bilan bo'lgan intervyumizdan keyin mana yana yuzlab insonlar bu yerda elchixonada ko'rishamiz. Elchixonaning eshigi ochiqligini o'zi katta ne'mat. Albatta. Men oldin kelganimda 13-yilda yo'q, elchixonada bilasanmi, hamma masala bu tomon, unaqa tomon borib bo'lmaydi, qo'ydi. Shunaqa. Qo'rqar edi. Hozir mana ochiqlik, kelinglar, ishlanglar, network qilinglar. Har qanday sohada qaytaga yordam, maslahat, tavsiya kerak bo'lsa, bir-birimizga foydamiz tegsin deydigan niyatni borligini o'zi bu katta signal. Albatta. O'zi ko'p narsa kerak emas. Bir chiroyli bir yo'l boshlab bersa, chiroyli ko'prik bo'lsa, balkim Amerikadan O'zbekistonga nimaga tiksam, investitsiya qilaman degan akalarimiz bo'lsa, Hasan aka, Husan aka deb bizga murojaat qilar. O'zbekistondan Amerikaga qilib nima kimni tavsiya qilasiz? Mana Farhod akam bor, Orlandoga bordik, falonchi akalarimiz bor, pistonchi akalarimiz bor, Nyu-Yorkda do'stlarimiz bor. Ajab emas, bir-birimizga foydamiz, manfaatimiz tegsin. Xudo xolasa. Bu podkastni ham Farhod akamni Kaktus kanallarida ham O'zbekistondagi mana E-Faktor kanallarimizda, boshqa kanallarimizda biz albatta ulashamiz, yoritamiz. Bizani kontaktlari Farhod akamni kontaktlarini tagida Telegramda, Facebook, Telegram, Instagram ijtimoiy tarmoqda yoki telefon va boshqa akkauntlarni opsiyalarda qoldiramiz. Siz kelajakda endi mas'uliyatni olib bir chiroyli va'da bermaylik, qo'limizdan kelsa yaxshilikka sababchi bo'lsak, Hasan akam tanirkansiz Farhod aka. Farhod akani tanirkansiz Hasan aka deb biz bilgan, bilmagan, tanigan do'stlarimiz ularni topib kelib, ularni topib kelib bir qaysidir tadbirlar bahona ko'risha olsak, samimiy xursand bo'lamiz. Kimdir uchun Amerika bozori juda katta jozibador bozor. Farhod akam shu gapni gapirdilar. Hasan aka O'zbekistondagi ko'p mahsulotlarda Amerika bozori juda jozibador. Biz ishlashimiz kerak, biz muloqot qilishimiz kerak, buni dalolat qilishimiz kerak. Mana dalolat maydoni bo'lishga biz tayyormiz. O'shanda Farhod akamga ham aytdim. Tashqi ishlar vaziri mana Baxtiyor aka Saidovga ham, hamma do'stlarimiz, aka-ukalarimiz, sohani mutasaddi rahbarlarga aytamizki, мы с тобой одной крови ты и я. Biz bugun manfaat bobida, biz qadriyat bobida, biz salohiyat bobida, O'zbekiston nufuzi bobida, birlashish bobida kimgadir samimiy qo'limizdan kelsa xayrli ishlarga sababchi bo'la olsak, xursand bo'lamiz. Albatta, aka-ukalarimiz, do'stlarimiz, tajribali tadbirkorlarimiz ham savoli bor. Bo'sh, Husan aka bo'sh, Farhod aka bo'shmas, lekin maqsad bo'lsa, niyat bo'lsa, choy ichishga fursat bor. Albatta. Har kun yo'q, kimdir obed qiladi, ujin qiladi, o'zi aftir qiladi. Mana boya Farhod aka bir piyola choyimiz bor dedilar. O'tirdik, qalblar yaqin bo'ladi. Agar xohlagan odam imkon qidiradi, biz har doim qalbimiz ochiqmiz. Kelinglar, Toshkentga kelganda xabarni beringlar. Bizani qidirib topamiz desanglar, adresimiz aniq. O'zbekistonda Centris Towers, Beeline ko'chasi, Buxoro ko'chasi, Nuroniylar ko'chasida biz asosiy har doim o'tiradigan joyimiz. E-Faktor manzili aniq. Hasan akani, Husan akani qidirib keluvdik deb shogirdlarimizga yoki muloqotga chiqsanglar, bemalol xohish bo'lsa, topsa bo'ladi. Vaqtimiz bo'lsa, imkonimiz bo'lsa, yaxshilikka sababchi bo'lib, ikki yaxshi insonlar bir-biriga birlashishiga sababchi bo'lsak, faqat va faqat Alloh nasib qilsa xursand bo'lamiz. Chunki ko'p insonlar yozadi, aka, sizdan ko'p yaxshilik ko'rdik. Siz sababchi bo'ldingiz, men bu odam bilimi anchadan beri qidirib yurilgan savolimga javob topdim. Aka, men bu tadbirda men bu tadbirkor bilan tanishdim. Aka-uka bo'ldim yoki zo'r tadbirkorlarimiz o'zi uchun kerak bo'lgan talantlari o'zi uchun ixtiro qildi. Ana kechagi tadbirlarda ham bir boshimiz tadbirlarda tajribali tadbirkorlar bilan bir qatorda El-yurt umidi jamg'armasidagi yosh talantlar keldi. Ishonmaysiz, bizaga o'xshagan tajribali tadbirkorlarga ham yosh talantlarga ehtiyojimiz bor. Ularga ham yaxshi tajribali ustozlarga ehtiyoj bor. Bular aytdilar-yu, qiyin dedi. Qiyin, lekin xohlasa topsa bo'ladi. Bu yoshlarimiz, vatandoshlarimiz kimga qiymat bera olaman, kimga hissa qo'sha olaman, kimga xizmat qila olaman. Mana shunday qilib projektorni siz azizlarga qo'limni bittasini qaratsam, 3 tasi o'zimga qaraydi. Biz kimgadir yaxshilikka sababchi bo'lib xizmat qila olsak, ajrini ham, barakasini ham, qaytgan holatini ham his qilgan ko'p do'stlarimiz ko'rdik. Siz azizlarga ham, yaxshi insonlarga yelkadosh bo'lib, yaxshilikka sababchi bo'lishiga faqat va faqat samimiy xursand Hasan bo'lamiz. aka, ruxsat bersangiz, men endi perfeksionist insonman-da. Hasan akam hammani
yaxshi ma'noda o'zlariga o'xshatadilar. Bu messenjni ham balkim Asl egasi bor. asl egasi borda, Hmm. целевой auditoriyasi. Biznes egalariga menimcha ko'proq qaratildi. Tijorat Albatta. qilaman, biznes qilaman, eksport qilaman, boshqa qilaman. Chunki siz bizani minglab, 10 minglab, Alloh baraka bersa, ko'proq insonlar ko'radi. Shu Amerikaga ketib olsam, viza olsam, Farhod akam yordam beradilarmi deb yana murojaat qilib boshlashmoqda. Yo. Shuni yoqib qo'yaylik. Bemalol. Telegramga yozsam, yana Yo. ketib qolaman. Yo. Sho'r qolib, expectation management yaxshi ko'raman. Bemalol Husan aka. Hozir mana podkastni ko'rib menga telefon qilgan ko'p vatandoshlar eng kelgan vatandoshlar bo'ladi-da. Aka qanaqa qilsa bo'ladi, qayerda ish topsa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi. Bemalol. Lekin biznes biz endi bu Amerikada ko'ryapsiz hammani. Biz hali anaqada emasmizda, 40 ta shogird joy qo'yib qo'ygan odamlar emasmizda, sizlarga o'xshab. Biz o'zimiz vaqtimiz bilan pul topyapmiz hali ham. Shunga 80% biznes, 20% pro bono deymiz. Ya'ni odamlarga yordam beramiz, xayr qilamiz. Seminar beramiz biz ham, podkastlarga boramiz. Albatta. Qachon kim O'zbekistondan telefon qilib savol bir kun emas, bir kun yo savol-javob formatida sizga keladi. Albatta. O'sha paytda fikrimizni bildiramiz. Bemalol men Telegram berib qo'yaman, yozib qo'ying. Bemalol Amerika bo'yicha qayerda qanaqa biznes ochaman, qayerda yaxshi investitsiya qilsa bo'ladi. Bemalol. Frequently asked questions format deydi. Savollar qancha ko'p bo'lsa, insonlarda ehtiyoj bor. Albatta. Men 13-yilda kelaman deganimda Amerika haqida nima video podkast bo'lsa, o'rislar qilgan, ukrainlar qilgan, hammasi ko'rgan, o'zbeklarning podkasti yo'q edi. Bu xursandligim, sizni podkastlaringiz bor. Albatta do'stlar, bu videomiz nafaqat Farhod akamning kanallari, bizning ham kanallarda bo'ladi. Farhod akamning kanallari, nima edi kanalingiz oti? Kaktus degan Podcast. kanallar qidirsanglar, yaxshi Obuna bo'ladi. bo'ladi, obuna bo'linglar, mana shu suhbatni ko'rdim deb kuzatinglar. Chunki balkim bu yerda yurganlar, o'zini yo'lini topganlar ko'pdir. Bu yoqdan bu yoqqa qiziqqan insonlarga siz har bitta podkastingiz qiziq, qadrli bo'ladi. Shu bilan birgalikda tijorat sohasida O'zbekistondan Amerikaga molimni eksport qilaman deydiganlar bo'lsa, nafaqat elchixonaga, balkim siz bilan biz mana shunga o'xshagan qiladigan bir hamkorlik loyihalar, ko'prik loyihalar bilan birga yo'l topishiga Alloh sabab chiqsa ajab. Farhod akam bilan gaplashganda bir mavzuni ochdi. Va aytdilar, Hasan aka, bilmayman, zavq olamiz shu ish qilamiz. Kommersializatsiyasi yo bonusi qattaligini hali savolimizga javob topmadik. Ko'p mediadagi do'stlarimizga bir samimiy aytamiz. Biz baraka topdik. Ular YouTube'dan olmadik. Ular targetdan olmadik, pulli reklamadan olmadik. Ular u yoki bu joydan topmadik, lekin pul bilan topolmaydigan ajrini, barakasini, munosabatni, e'zoz bo'lganimizni bu dividend bonus sifatida ko'rdik. Unsiz biz предназначение deymiz, mission. Qaysidir insonlarga xizmat qilib, kimnidir muxlisi bor. Qaysidir insonni muxlisi yo qaysidir mavzuni muxlisi bor. O'sha mavzuni yo o'sha insonlar bilan bo'lgan muxlis sifatida ularni o'zingiz auditoriyasiga dalolat qilsangiz, aziz bo'lganingizni bilmay qolasiz. Chunki men u odamni tanimayman, siz orqali tanishtiring, siz meni masalamni hal qiling, men sizni masalangizni hal qilaman desangiz, pul bilan bitmaydigan ishlar pulga bitganini ko'rdik. O'ylaymanki, o'sha boyagi kontraktlarga yetaklar degan ma'noda bugun mediada perfeksionizm emas, idealni qilmagandan ko'ra, neidealni bo'lsa ham nimadir qilib insonlarga qiymat berib, insonlarga o'zingizni super silangiz, bilimingiz, tajribangiz, networkingiz nuqtai nazardan o'zingizni qalbingizga solgan savolni berib, qalbdan chiqqan gaplar qalbga yetib borishini ta'minlasangiz ham aziz bo'lganingiz va bir kun emas, bir kun kimlar bilandir sababchi bo'lganda yonimda turingizsam, men bu yoki bu joyga yaxshiligiga sherik bo'ling, hissa bo'ling deganda keyin bilasizki, bu nakopitelniy, 5 kilolik toshni qo'yasizda, har bir yong'oq qo'yganda his qilmaysiz. Lekin oxirgi yong'oq qo'yganingizda 5-kilo pallani bosadi. O'sha paytda bilasiz. O'shanda bilasizki, endi tushundim deysiz. O'shaning uchun shashtingiz qaytmasin. Azizlar, akalar, ukalar, ko'pchilik mediaga kirib besabrlik qilib chiqib ketayotgan paytda bugun media eng katta brendimiz. Biz haqimizda ijobiy munosabat shakl qilinadigan yaxshi, salohiyatli, nufuzli instrumentga aylandi. Chunki holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. O'zbekiston o'sha bugungi suhbatimizdan keyin O'zbekistonga nisbatan tadbirkorlarimiz ishonchi oshsa, demak, ozgina bo'lsa ham munosabatni ijobiy tomoniga o'zgarishiga biz samimiy xizmat qilgan bo'ldik, hissa qo'shgan bo'ldik. Sizga yurtda tinchlik bo'lib, do'stlar, salomat bo'lsin. Azizlar,
Salomat bo'ling, Husan aka. Katta rahmat. Farhod aka, sizlar Katta rahmat. Maza qildik. Rahmat, maza qildik, Yaxshi rahmat. bo'ldi. Husan aka maza qildik. Azizlar do'stlar, Anaqa siz- Davron siz- bitta rasmga borasizmi? Rasmga video qilsa. Video kommentariyalarda albatta izohlarni yozinglar. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha.